bu kim o? Eser okuyman deb üstüge chiqib ketgan opam. Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men Gretsiyaning Paros orolidagi monastiri deydigan bir kichik kentda. Ilgari bu kentda sizlarga bir necha asarni o'qib bergandim. Bugun Abduqodir Jaloliddinning Yüzimiz, Özimiz va Ko'zimiz nomli bu esil kitobiga kirgizilgan Qashqar ay tabarruk shahar degan temadagi çatma nəsrlərinin davamını oxub beraman. Aralda neçə gündən beri şamal sel güclük, bugün biraz besqibdi. Şuningdimi bu yerga kelib, tağның üstügərək çıxıb, daldınıb o'ltirib, əsərini oxub beray deb taraddudlanıb o'ltiribdi men. Məyin şamallar Abduqodir Jaloliddinning bu nəsrlərə mun qoşqusi deb o'ylayman. Xoş. Bugün mu yana bir neçə kichik temada o'qib beraman. Aldı bilan tar ko'chadagi oqsoqol. Bu bovay diqqatimni nima uchun tortdikin? Uni jiroqdan ko'rdimda shaydonlikni sezdim. U qeyri bo'lsa-mu, xush suratdirki, masjidning supsida muloyimgina optop sinib o'ltiribdi. Aptap onun dümbüsünü silig'inicha ichidagi sukunatlarını erkin qo'yib berishga undagandek edi. Oppoq xasi ishton, uzun xasi ko'nglik atdiganning yog'dak optipida bo'lakcha jo'log'i kiribdi. Oppoq soqollar mayin shamolning qo'li bilan taranmoqda. Chiman do'ppa sap havoliq bog'ning andozi bo'lib, xushnavolar go'yo optoplarning bahrida jilva namoyish qilar. İbadetdeki pakizlikni mahallalarga boshlab chiqqan ay chal. Sukutlaringda bu dunyoning yana qaysi g'avg'olarini hazm qilyapsan? Shu topda sen shukrlarning ziyofatida o'tirib yoki ijtihodning qiyomatidami? Aqliqning timtas to'lqinlarida tamkin uzayotgan ay yo'lovchi. Qilishning besiga dal tushgan tomchi ikkiga bo'linib ketgandek, vujuding bu yerda, ruhing u yerdami? Bovayning sukutiga jor bo'lib 4-5 qadam nerida turatdim. Kiyimlari vayrona bir yigit o'z-o'ziga bir nimalarni deb yondagi bir ko'chadan chiqib keldi. U heli kayniga, heli oldiga burilib qarab, o'z-o'ziga so'zlaydi. Onun kirlishib ketgan chekirdagi tabassum go'yo qetib qolgandek bir xil ravishda turaveradi. Onun bir qo'lida non bo'lib, yana bir qo'lida bu yerda jiq gap bor deb yurakini ko'rsatdi. Bu yerda jiq gap bor. Bu shundoq bir naq maydon ediki, ikki odam dunyo bilan so'zlashyapti. Biri ovozsiz, biri ovozli. Ay, sukunatni o'zining tiliga aylantirib olgan yerlik paylasuf. Dengizingdan mana bu bir orol ber. Zaytun shixi tishlagan kaptirimni menmi sana o'xshash pokiz o'ltirib kutishni o'rganib olay. Buningdan avval namozdan qaytib, Heytgoh jamiasining yon darvozasining oldida bahuzur paranglashgan ikki oqsoqolni ko'rgan edim. Ular Sokrat bilan Aflotundek vazmin va so'latlik edi. Ular senmiding ay sohibi fikrat, zohiringda ko'p, botiningda bir bo'lgan. Dunyoda alif harfi yozilgan daftarlar talay, lekin alifning o'zi bir bo'lgandek Qashqarning oppoq soqol mo'yspitlari hayot ma'nisining qiyomida go'yo birdek edi. Ular dunyoning vafosizligiga qanoat va sabrning oddiy kapsini qurib jimjit yashamoqda edi. Seni ko'rmasam, ay hikmatlik oqsoqol, Qashqarni ko'rganim hesabga o'tmagan bo'ladi.
Sen Bəəyni Qashqarning davransız arxepi. Yana bir nasr. Qeyni o tövriklər. Topular to'shilib bo'pti. Tomlar g'oyib bo'pti. Qaymiqib uchib kelgan shamol qoldiq ochiq to'pilarni to'zitib demiqimiga urdi. 1000 yillik issiq sovuqni boshdan kechirgan xonliq madrasasi bilan ana shundoq ko'rishdi. Qeyni o hayvat darvozlar Musaning ostidan boshlangan zumrat buloqlarni vadimizga başlagan. Qeyni u peştaqlar ayning ziyofatida levimizni zamzamga chilagan. Qeyni u evriqlar agizlari bilan taklarimizni ko'klitib bedishlarimizni üzümlər bilan to'ldirgan. Qeyni o tövrüklər ko'zlarimizni falakning sayyorlari bilan ulab nazarlarimizni koinotning nurlari bilan sug'argan. Qeyni o peshayvonlar kaptarlarni o'gitib ilm shaydolarining mungluq qiroatlariga tankash bo'qildatgan. Qeyni o hasi tayoqlar fasllarning yo'nalishiga yo'l ko'rsatgan. Qeyni o hoylalarga bog'langan otlar tuyoqlardan Buxara va Hindistonning to'pisi purab turadigan. Qeyni o tilaklar boshaqlarga aylanib kun nurida chayqalgan. Qeyni o mapilar subhi cho'lpinini qo'ldirma qilib chalgan. Hoylandagi tüttüp daraxtla qaptı. Ey 1000 yillik yeşil sulalem. Endi men ularni bir-birlab quchoqlab chiqay. Qeyni men ularni bir irg'itib baqay. Yulduzlar uyushma bo'lib to'kilamdikin. Soyisida o'tirib kitob o'qib baqay. Ey xodim, qo'limga kitob ber. Zotimiz haqida sual so'rab baqay. Bu daraxtlarga yo'linib ketib qolgan ey mudarris ijozat ber. Madrasa hovlisidagi daraxtlarning yo'pirmoqlari ojiz issiq shamolda erinchaklik bilan qimirlaydi. To'pilar dimiqimni etishtirib, bara-bara hamma yerim ochiq bo'ldi. Hovlining bir chetidagi bir tamda mehrab va takchilar oxirgi yodgor bo'lib qolmabdi. Ashu takchilarga kitob tizib qo'ygim keldi. To'xtanglar, ey bozor ahli, bir pas sukut qilib olay. Menga sukut qilish huquqi berilgan emasmidi? Tonur. Qashqar ko'chalarining birida ketib etib, bir hovlidagi Tonurni ko'rib qoldim. Ishki uchuq bir hovla. Tonur beshida ayollar. Belikiga qelin yanglik kiyib, gazni tutib olgan 10 yosh bir ayol hada Tonurga engishadi. Xemirlar yosh cho'qalarining qo'lida zo'g'iliga aylanadi. To'lin oyga aylanadi. Tükçilerden yulduzlar töküledi. Analarının kolu bilen aylar Tonurga pitip, yana şu analarının kolu da quyosh bulup Tonurdan toğuladı. Analar aydın akşamını uzutup koyup, yana şu kollarda ateş quyoshni kutib oladi. Tonur ve joyiki kainatning o'zi. U go'yo analarning ayığı astida aylanib atdı. Şu tapda nandaki halallıqning payoniga aqlim yetmedi.
bir taldan başaqqa aylanğuça talay mehnat ketidi. Başaqlar tuproq bilan suvning talay kecha, talay kunduz pəbiləşlərdə təyyar boludu. Onunğa talay yulduz pərvanı boludu. Ay bilan quyosh talay qitim salam beridi. Şamallar tinmay erkiletidi. Ular xamanda qo'shilish murosimi o'tkazib, chashga aylanğucha, chash ügütga aylanğucha, ügüt oppoq unga aylanğucha qanchalik ajr ketidi ha? Bir non ming qo'ldan chiqadi degani shu mikin? Jimi halallik savirchan mehnatdan keladi. Bu halallikning ta'rifiga so'z yetmas. Lekin na hikmatki shu qadar halal nonning tuzkorlari bor. Bu haqda shoir Turdi Samsaq shundoq yozibdi. Hararet tepdidin tomuz aptepi, tok bulup tuyular canu tomorxa. Süt sürkep toqaşni tavlıgan ana, dem çöketti çoğluk tonorxa. Boyundun örgeley ahçaş mehraban, tilikin bar bolsun muratqa yetkin, dinin yep g'emingni yemigenlerini adamlik tizimidin öçürüp etkin. Analarının qolidan chiqqan nonlarga ularning qo'shib etgan mehrini qandoq o'lchash mumkin? Bir burda nonni etizdan to'nurg'icha bo'lgan uzoq musofidan o'z qo'li bilan tayyor qilgan onani bozordagi nonning ko'zi bilan ko'ra olamsan? Qara, analarning qo'lidagi gaznidimi odamiylikka yotadigan bir hikmat bor. Gazining ikki yuzi bor. Lekin bir yüzü bilen gün ötközüdü. Adamlarning bir yüzü var. Lekin 2-3 yüzü bilen gün ötközüdü. Tonur bir mahallini özüge cem qiladi. Bir mahallenin qalbi tonurda voyga yetgan tuzning ta'midan kamalat topadi. Tonurdan chiqqan non son sanoqsiz odamning rishtisini ulab bir vujudga aylantiradi. Tonur yo'q mahallarga qarab biqinglar. Ular quyoshning nuri ostidami so'g'ib belinadi. Yeni bir nasr. Osman Qari kütüphanesi. Osman Qari tamcha odam ekan. Qashqar ko'chalaridagi talay uyda barmoqlarimning izi bor, dedi u. Uylar inson ippitining qo'rg'ini. Uylar shaxsiyatimizning daxlsizligi uchundir. Faqat bu so'g'ining ichiga o'tganimizda biz o'zimizga qaytamiz. Haqiqiy o'zimizga aylangan holda bir piyola chayimizni aramxuda ichimiz. To'shaklarimiz dengizdek köpcüp, teşna bedellerimizni dolqunlarının qo'yniga aladi. Qushlarimiz shoxlarimizga qo'nib, erkin navo qilishadi. Taladagi ranj ahonatlarimiz ashu tamqetadagi xas aromimizda ochiq malhamga aylanadi. Osman Qari titragan bedellarga go'yo tuproqdan libos to'qib, pam bilan yepib qo'ymoqda. Her bir öyünün deresiga hilal ayını başlap koyup, munarlarda sübhi bilen biçerlakmakta. Osman Qari kütken öylerinin kiltini öy egeleriga ixlas bilen tapşırıp, bunu başqalarga bermem, avlotlarning böşkini hikmet bilen təvirtin, deydi. Qashqar hünərbələrinin kitap xumar keladiganligi manga ayon. Qashqar rastalaridagi do'konlarning kitap tepilmaydiganlari nihoyat az. Hetkah atrofidagi rastlarda hamma iqlimning kitoblari tepiladi. Qashqar kishilarida tabiiy balqib turgan shoirona
xislat bor. Aql bilan sama bo'lishni bilsang, Qashqarning pishqin odamlari mutafakkur keladi. Birli yeri ularda hashamat yo'q. Osman Qari kitap xumar kishi ekan. U meni o'zining shaxsiy kutubxonasiga boshladi. O'yla gullar bilan yasandirilgan. Onunğa əgişib pəştaxtın ikkinchi qavatdagi bir xonaga kirdim. Uyning ish temiga yandab qo'yilgan ishkap butunlay kitap bilan to'shibdi. U yana har qaysi davrdan qolgan tam rasmlari, tashviqotlar, bosma kalendar, iznak va broshurlarni ko'ngil qo'yib to'plabdi. Uyning o'tirisiga divan va shira qo'yilgan. O meni derazaning yeniga qo'yilgan bir divanga boshladi. Men uning kitoblarini qonig'icha ko'zdan kechirdim. O Uyg'ur tilida chiqqan kitoblarning hammasini asosan degudek setib oldi. İzdeganligi kitobni bu yerdan qiynalmayla topqala bo'ladi. U menga albomlarni ko'rsatdi. Albom Qashqar adablari va Qashqarga qadam tashrif qilgan boshqa shahar adablarining suratlari bilan to'shibdi. Qarasam, Ahmad Ziyoiy, O'tkir afandim qatorliq peshvolarning dal men o'ltirgan divanda o'ltirib tushgan suratlarimi turibdi. Albomlar va xotirlar adiblarning yaldama so'zlari bilan texmi qimmatlik bo'lib ketgan. Shu paytda shundoq o'ylaganim esimda. Odamlarimiz o'zining ilm odamlarini Osman Qariydek bayqiy olgan bo'lsa, bizning qadr qimmat supisidagi o'rnimiz qandoq bo'lar bo'lg'aydi? Osman Qari yaldama daftarini menga sunib, "Apandim, 2 kalima iltifot qilsizlar", dedi. "Yo'qsa taqsir, menda undaq salohiyat yo'q", dedim men. "Malol kelmasa, kamilleri, insholarni istedim." Tanqisliqda daftarni qo'limga oldim. Bir oz o'yinni bilib, shundoq mazmunda bir necha qur yozdim. Kelajakning xemir turuchi ba'zida mushundaq xilvat makallarda o'zini saqlaydi. Bu bir uy emas, balki go'zallik va haqqoniyatga bo'lgan talpinishni o'ziga olgan qimmatli qalb. Qaytqicha Buloqbeshi mahallasidagi gira uylarga nazar tashlab, Qashqarda aql durdonlari bilan zinnat topgan ashundoq xonalarmi oz emasdi deb yeni kitobsiz uy, deresiz uyga o'xshaydi deb tikan birov. Shu tapda menga kitobsiz uy paloqsiz kemadak belindi. Bundaq kema o'zining nishoniga qarab emas, iqinning mayliga qarab o'sidi. Davomlashtiraylik. Qashqar choyxonalari. Yevropaning madaniyat tarixiga doir kitoblarida Parijning salonlari tilga elanadi. Salonlar go'yo islohot fikrlarining bo'shliklari edi. Biroq Qashqar choyxonalari tuzuk varaqlanmay, qog'ozlari chirib ketay davatgan bir kitob. Dunyo Qashqar choyxonalarini bilmaydi. Biroq dunyodagi buyuk shaharlarning nomi Qashqar choyxonalarida tilga elinib turadi. Qashqarni bilmaydigan hukumat arboblarining so'zlari Qashqar choyxonalarida yodlanib turadi. Qashqar choyxonalarida o'ltirgan biror to'mirchimi Navoiy beytlarini o'qiy oladi. Kimdir biri Fuzuli qofiyasiga keltirib mushoira o'qiy oladi. Qashqar choyxonalarida Shayx Saidi durdonlari, Jaloliddin Rumi talqinlari, Huvayda munojotlari, Shoh Mashrab hikoyatlari to'kilib turadi. Abdullah Qodiriyning qalamidagi Ra'na, Mirza Anvar, Otabek va Kumush beybilar Qashqar choyxonalarining xaridorlariga pishiq tonish. Bu yerda Pushkin o'qilib turgan, Cho'sti param temisi bo'lgan. Dunyoning esiga kelmaydigan Qashqar choyxonalarida dunyoning gepi.
Qashqar çayxanalarga kiradiganlar umuman oddiy kishilar bo'lib, bu yerdan hech qancha hashamatni topolmaysiz. Bu yerdan tepiladigini boshqa yerdan topqili bo'lmaydigan qizg'inlik, xolislik va dilkashlik. Bu yerning kishilari bir chaynak choy, bir parcha nabat, bir qancha girdi bilan mast bo'la oladi. Masxirlik latifilar, shirin zaban naqshilar hayotning ochiq chuchuklarini samingizga silib, ibrat elishga undaydi. Hasratki restoran madaniyati bu shaharning sop milliy ruhdagi choyxonalarini yaklab qo'ygandek turadi. Burunqidek issiq chiroy choyxonalar avlodlarining oz qilayotganligidan xursinibatgandek ko'rinadi. Hozirmi aplab-saplab kun o'tkazayotgan Qashqar choyxonalari o'zining davridagi xislatidan tamoman qilib qolmagan edi. O'zimga o'zim ishib qolgan bir tushdan keyin bir choyxonaga kirdimda, ko'ch tarafga qaraydigan lampaning ostidagi kirlashib ketgan adyaldan o'rin oldi. Mulozimga bir chaynak choy, bir non buyurtdim. Choy kelguncha qishimda o'ltirgan 3 suhbatdoshga nazar tashlashga ulgurdim. Ular yaşanğanlar bo'lib, girdini oldidagi piyollarga chilab qo'yib, pinaq qilib yo'galgan mo'xorkini navbat bilan sho'raydi. Ularning biri shapqurut, bodam do'piliq, o'roq, egiz kishi bo'lib, so'zman edi. Yana biri mükchaygan gavdasini pat-pat tiklab ko'chaga qarab qo'yatdi va beshidagi shapaq do'ppisini ilib, qo'rq besib ketgan yuzidagi tarlarni surtatdi. Üçüncü biri bo'lsa, piyollarga choy liqlig'ash parang'i qo'shiq selib, so'zlayotgan shap burutliqning hapilisini o'riltatdi. Uning yerlik usulda tikilgan, ko'ngliki chachrab ketgan tamaka cho'g'ida ko'yib, to'shik bo'lib ketgan edi. Ko'nglak yangi yuyilgan bo'lsa kerak, oppoq edi. Mulozim men buyurtgan choy va girdini patnosga selib akirdi. Choyni piyolaga qo'yib bir o'tildim. Do'rliq choy og'zimni ozroq qo'rib, huzur bilan o'tib ketdi. Go'yo ashu bir piyola choy bilan choyxonaning kayfiyatiga biraqli singib ketgandek bo'ldim. Bir tarafimdagi uzun o'rindiqqa 3 chet ellik kelib o'rinlashdi. Ularning biri foto apparatini ko'chaning manzarasiga to'g'rilg'ili turdi. Yenimda xiyolimni bo'ladigan hech kim yo'q. O'zim xohlagan nuqtaga bo'lishiga qariya olayman. Qalbimdagi hadislarni bemalol tingshi olayman. Hocam, o'zlari bu yerdan emasdek turula, dedi shapburut kadan kishi. Shundaq Urumchidan kelishim, lekin zuvulam Qashqardan. Mundaq desizlar. Ko'ngillari peqirlarning cheyini tatibdi-da. Shundaq, bu men ichib turadigan choylar emasmi? Malal qilib qo'ydik. Qani, choyga baqsizlar. Ular piyolada turib yumshab qolgan girdini mazza bilan yeyishdi. Abdukirmaxun Bayden gap qilmadilar. Nim bo'ldilar? Shapaq do'piliq chal qo'lidagi piyolani qo'yib asta gap boshladi. Bijaxunim etiga minib biz mahalladan o'tapdi. Bu mahallada kichik biz ko'l bo'lib, ko'lning bo'yida 4-5 uşaq bala o'ynayotgan ekan. Shu vaqtda Axnim kelib ko'lda etini sug'uribdi. Balalardan kapsizrak biri atqa qarab tirtdab tovlab qo'ygan ekan, urkib ketgan at Axnimning qo'lidagi chulvurdan 5-6 qadam so'rab ketibdi. Buningdan hapsilisi pir bo'lgan Axnim kelib
hastayqı bilen balalarını urup ketipdi. Keçiringlar, men bu qishqa talaffuzini doğru yamğandan keyin mani yaxshi o'qiyamadim cho'qim. Özre tilayman. Axunum, nim dep hammamizni urla depdi balalar. Axunum bu gapga parvo qilmay ketib qapti. Әтсі ақыным шу көлді етіні сұғырыпты. Еліқі балалар ойнаватқан екен. Олар яны таяқ ештін қоққан му, яки ойын білен болып кеткен му, бұл қетім ақынымның етіға тірт демәтті. Ақыным етіні сұғырып боп, балаларыны асы білен ұрыпты. Ақыным атларға тірт демеген тұрсақ, неміш қорла, депті балалар теркеп. Қайсыңның тешіңді тірт болмаған білен, ішіңді тірт ба, депті ақыным yolu қыраван болап. Abdülkerim Ахун ләтепісіне түгітіп болып, чайдың бір отылды да, гоя еш неме болмағанда түргін тәләті білен чайхорларға қарап қойды. Қалған ikisi това, әжеп ішкіна деп сыңаян күліп қойышты. Bir күні Жалайыр әпәнді білен әмдастыған болып қалғантым деп геп башылды чай қойып отырған адам. О қызық біз геп қалды. Немі деді? Деді Шапбұрын. Оның бір достының баласы бірәр сазны челішіне өгініп қояй дегентім, қай сазны өгенсем бола деп сорапты. Жалайыр әпәнді Çavak çelişini ögen depti. Çavak degen mi saz bolamda? Dep soraptı hayran kalgan bala. Bununla cevaben Жалайыр әпәнді, mərikimizde en köp çelini vatqını çavak emes mi? Depti. Tova bu Жалайыр әпәндіge çavakның cini çaplaşkan mı? Onun çavak hakkında okup bergen biz beyti hazır mı esimde? Dedi Şapburut. Qeni oqısla? Deyişdi ikkeyle. Şapburut azıрақ тұрып алғандан кейін оқыды. Atam ketdi bu dünyadan xoş-xoş bilen çavak çelip, anam ötdi bu dünyadan umuşundaq çavak çelip. Mənmə əmdi ötər boldum, bu dünyadan keter boldum, çavak çelip, çavak çelip, çavak çelip, çavak çelip. Üç qeri özlerini koyup berip kölüştü. Qashqar çayxanları adabiyatның mektebi edi. Lekin bu yerde okutukçu bilen okuğucu arılışıp ketdi. Men bu mektepten tapkan tefekkür termeşlerini ilip xiyal bilen qaytıp çıktım. İçimde moşundaq çayxanlarga avatlık tilaytdım. En ahırkı bir nesir Faruk ve Dünya. Hatimi ornida. Janqorg'on mahallesine aylanib atqanimda balalar ko'ch-ko'chada cho'roqlashib o'ynab atgan ekan. Balalarning xiraman, sabiy chehri dunyoning vahimalarini qalbimdan supurib atgandek belindi. Ularga yiqilish istiga jo'sh urdi. Isming nima? So'rdim biridan. Faruk. Necha yosh kirding? 13 yoshga. Isming nima? deb so'radim. Farukning yetib olgan qisidi. Nizomiddin, sen-chu necha yosh kirding? 5 yoshga. Menga mahallanglarni ko'rsatsanglar bo'lamdi. Ular bir-biriga qarashib olgandan keyin talabga qo'shildi. Ular o'zlari biladigan ko'ch-ko'ylarga, o'yla arallarga başladı. Men kirganligi o'ylaning egilari izzat bilan kutib oldi. Bu qadimki mahallada mengib etib, oyog'im ostidan talay asrlik o'tmishning shabsini anglagandek bo'ldi. Xo'sh, dedim balalarga qaytar chig'imda. Boyidan beri jiq arminini so'zlab bergan Faruk turib qoldi.
biz yana görüşüp turaylı, dedi o birdalla. Hop, dedim ben onunla kol berip. Qandaq görüşümüz? Torda görüşümüz? Elxat adresin var mı? Yok. Kökö numarın var mı? Yok. Əmsə, akamның ba, akam bilen torga çıkıp turaman. Mən sen haqqıda yazıman, Faruk. Xalısan meni haman tapalaysın. Ular qarab qelişdi. Şu tapda bütkül Qashqar torga çıkıp özünü dünyaga jakarlavatqandak belindi. Faruk qo'lidagi mausni bir qimirlatib edi. Dünyanın chetidagi Qashqar birdilla dünyanın yuragiga aylandi. 2009-yili sentabr. Qashqar, Ürümçi. Mana şunda qilib Abduqadir Jaloliddinning bu esil çatma əsərlərini oqub tamamladık. Yaxtırğan bolşunlarını tilayman. Ahırda huzurunlarga ötkende Gretsiyanın yeni bir aralı, yani Siros degan aralga bağan vaqtimizdeki tartqan manzirlardan işlengen qısqa sinni sunuman. O aralga berişimizde alaydı bir sebep var, yani 4 günlük Robetiko müzik bayramıga bağdık. Robetiko xuddi biz Uyg'urlarning 12 muqamiga o'xshash Greklarning muqami hisoblanadi ekan. Muzika haqiqatan bak yoqimliq. Ba'zi muzikalar hatto biz Uyg'urlarning muzikalariga shundoq o'xshab ketadi. Shunga ba'zi uyda radio anglab o'tirgan vaqtimda ixtiyorsiz qo'llarim usulga kelib ketadi. Asarlarimizni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, ham bahrlashni unutib qolmanglar. Buni birimizga texi a'zo bo'lmagan bo'lsanglar, mushtari bo'lib a'zo bo'lib olinglar. Ma'qul amsa, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh. Kızım, yedi. Kol bulanış deyip düşməmsiz apadım. Tügüde, hazır.
Yanakların pek kırmızı, sensin canımın hırsızı. Yanakların pek kırmızı, sensin canımın hırsızı. Η καρδιά με σένα θέλει. Επάφιασα απ' τα τέρια μου. Μου βρεις απ' τις λαφομάτιες. Και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί.